Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Shahrixon tumanida oqova suv muammosiga yechim topilmoqda. 5 mahalla hududida 4,5 kilometrlik oqova suv tarmog'i va zamonaviy suv tozalash inshooti barpo etilmoqda. Loyiha yakuniga yetgach, 39 ta ko'p qavatli uy va qator ijtimoiy obyektlar zamonaviy kanalizatsiya tizimiga ulanadi. Hozir shu haqda. Bugun 5 mahalla aholisi uzoq yillardan beri kutgan kunlar keldi. Oqova suv tarmog'ining yo'qligi bu hududdagi eng katta muammolardan biri edi. Aholi yillar davomida zamonaviy kanalizatsiya tizimiga ehtiyoj sezib yashardi. Endi esa yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli bu muammo o'z yechimini topmoqda. Avvallari bunday muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari asosan viloyat markazlari va yirik shaharlarda mavjud bo'lgan bo'lsa, bugun eng chekka hududlarda ham zamonaviy infratuzilma barpo etilmoqda. Bu esa inson qadri, uning turmush sharoiti va salomatligiga qaratilayotgan e'tiborning amaliy ifodasidir. Oqova suv tarmoqlari va inshootlar qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirda Karnaychi MF hududida yangi O'zbekiston massivi qurilishi rejalashtirib hamda olib borilmoqda. Ushbu massivga oqova inshootlar va tarmoqlar qurish inshootlarini malakali mutaxassislar tomonidan ishlar amalga oshirilmoqda. Yil 2026-yil sentyabr oyigacha ishlarni topshirish rejalashtirilgan. Endilikda aholi uchun nafaqat uy-joy, balki qulay va munosib yashash muhiti yaratishga ham alohida ahamiyat berilmoqda. Shahrixon tumanidagi 5 mahalla fuqarolar yig'ini hududida 4,5 kilometr uzunlikdagi oqova suv quvurlari tortilib, zamonaviy suv tozalash inshooti barpo etilmoqda. Loyiha yakuniga yetgach, 39 ta ko'p qavatli uy, maktab, bog'cha, mahalla fuqarolar yig'ini, tibbiyot birlashmasi hamda savdo majmualari zamonaviy oqova suv tizimiga ulanadi. Bu esa yillar davomida aholini qiynab kelgan muammoni bartaraf etish, sanitariya va ekologik holat yaxshilash, aholining turmush sifatini oshirish hamda ijtimoiy obyektlar faoliyatini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Gulzira Rustam va Nasibila To'lajonov, Zamon informatsion dasturi uchun.